Tajribali ustalar kanaliga Gap yo'q. ya mana mashalloh. Qadrdonlar, haqiqiy tajribali ustalarni topib qo'yganman. Akrobat. Ya gap yo'q. Haqiqatan ham tajribali akrobat ustalardan bo'ladi. Shiddati, g'ayrati yetarli yigitlar bo'ladi. Farg'onaning Rishtonidan usta akalarimiz zo'r qilib hozirgi kunda birinchi etaj, ikkinchi etajlarni bitirishib berib, hozirgi kunda bir dona g'ishimizni akalarimiz birinchi etajga bo'ladigan bo'lsa, bir donasini 600 so'mdan urilyapti ekan. Xom g'ishmi, pishgan g'ishmi farqi yo'q. 600 so'mdan oddiy tuproqqami, rastvorga uriladimi, farqi yo'q 600 so'mdan. Endi ikkinchi etaj bo'ladigan bo'lsa, bir dona g'ishimiz 700 so'mdan urilyapti ekan. Faqat bitta sharti, mana shu g'ishlarni ikkinchi etajga kranda olib berish sharti bilan. Xo'p, bu aytilgan narxlar vodiyga, Toshkent taraflarga kelishiladi. Sismopoyos, kolonna, serdeshnik, pirmichka degan hamma beton qismi borki, burchaklar quyiladigan joy borki, 1 metrni akalarimiz aytishyapti, qo'yig'i suyu qilib aka bir xil qilib qo'ydik. Metri 90 ming so'mdan qilishib qo'yibdi. Zo'r qilib quyishib beryapti ekan. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar, zo'r xizmatlarni qilib berishadi.